Hammaga salom do'stlar. Men o'tgan videoga eslaringizda bo'lsa Minecraftni sketch qilishni ko'rsatgan edim. Bugun men o'shani polностью boshidan oxirigacha nima qilish kerak, nima bo'ladi, hammasini ko'rsataman. Mana короче qaytamiz, mana yozamiz bu yoqqa. Skачать Minecraft бесплатно deb yoki aytsalaringiz ham bo'ladi. Mana bu yoqqa ссылкаga kirasizlar. Hamma agar mana shu yoqqa ссылка chiqsa, mana shunga kiringlar tekinga sketch qilish uchun. Mana eng yangi versiyani bosasizlar. Agar telefonda bo'lsa, sizlarga mana bu yoqda ikkita bo'ladi. Sizlar pastdagisini bosasizlar. Agar planshetda bo'lsa, o'ng tarafdagi mana buni bosasizlar. Mana. Keyin mana bu ochishini kutasizlar. Mana tezda ochadi. Ko'p kutishingiz shart emas. Bosasizlar keyin shunga. Mana ustanovka ketyapti. Kutasizlar. Kutasizlar. Полностью установка bo'lishini kutasizlar. Учиться. Mana kishini o'lisini kutasizlar, короче. Mana deyarli uстановка bo'ldi. Mana uстановка bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar. Keyin mana shuni ustiga bosasizlar. Hozir ko'rsataman. Mana shuni ustiga bosasizlar. Mana bu ochishini kutasizlar. Va yangilashni bosasizlar. Agar sizlarda Minecraft sketch qilinmagan bo'lsa, sizda yoki o'rnatish yoki ruscha bo'lsa sketch, xolos mana shu tarafdagisini bosasizlar. Keyin kutasizlar. Tamom, Minecraft o'zi sizlarga sketch bo'ladi. Mayli, men sketch bo'lgandan keyin mana bu ochganidan keyin videoni qaytib yoqaman.